Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan biznesni rejalashtirish fani doirasida quyidagi mavzuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu biznes rejani asoslanganligi va ishonchliligi mavzusi bo'lib hisoblanadi. Mana shu mavzu doirasida quyidagi rejalarni ko'rib muhokama qilamiz. Tadbirkorlik rejasini tayyorlash jarayonini boshqarish. Ikkinchidan, biznes loyihalarini moddiy va moliyaviy resurslar bilan ta'minoti. Uchinchidan, amalga oshirilayotgan biznes faoliyatini sug'urtalash mexanizmlari, shu bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonidagi xavf va tavakkal omillari xususida muhokama qilamiz. Hammamizga ma'lumki, biznes rejani asoslanganligi va uni ishonchliligi o'zaro bir bog'liq bo'lgan va bir-birini to'ldirib turuvchi jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Biznes rejani asoslanganlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uni ishonchliligi, talab qilinishi va foydaliligi ham shunchalik yuqori darajada bo'ladi. Demak, buning uchun biznesni rejalashtirish jarayonini albatta boshqarish zarur bo'lib, u asosan quyidagilarni imkonini beradi. Birinchidan, eng avvalo o'sha biznes rejani avvalambor o'sha korxonani faoliyatini muayyan yo'nalishlari, maqsadli bozorlar va o'sha korxonaning ulardagi o'rnini aniqlash bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan, albatta o'sha korxonani qisqa va uzoq muddatli maqsadlarini, shuningdek ularga erishish taktika va strategiyalarini ifodalash. Shu bilan bir qatorda albatta biznesda, demak, o'sha korxonani iqtisodiy holatini hamda belgilangan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan mos keluvchi moddiy, moliyaviy va boshqa resurslar holatini baholash. Shu bilan bir qatorda iste'mol bozoriga chiqaruvchi mahsulot, ish, xizmatlar hajmi va nomenklaturasini aniqlash hamda bir vaqtni o'zida ularni yaratish va sotish xarajatlarini aniqlash. Shu bilan bir qatorda kadrlarni tanlash, ularni belgilangan maqsad va vazifalarni bajarishga mos kelishini baholash, mos keluvchi har bir uchastkada xodimlar mehnat mahsuldorligini rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratish. Shu bilan bir qatorda biznes rejani amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va ko'zga ko'rinmas to'siqlarni oldindan ko'ra bilish zarur bo'lib hisoblanadi. Endi biznes rejani asosiy ishlab chiqish jarayonida mana shu korxona yoki firma rahbariyatini ishtirok etish darajasi albatta o'zini o'rniga ega bo'lib hisoblanadi. Chunki biznes rejani tayyorlashda rahbarni shaxsan ishtirok etishi shunchalik muhimki, mana agar biza xorijiy mamlakatlarda olib borilgan amaliyotlar, ya'ni ko'plab banklar, investitsiya jamg'armalari va boshqa shu kabi muassasalar biznes reja korxonadan tashqarida maslahatchilar tomonidan tayyorlanib, o'sha rahbariyat tomonidan faqat imzolangan holatlar ma'lum bo'lib qolganda, umuman bu korxonalarni taqdimnomalarini ko'rib chiqishga ham qabul qilmaydilar. Demak, mana shu biznes rejani ishlab chiqishda maslahatchilar xizmatlaridan foydalanmaslik kerak degani emas. Aksincha, ekspertlarni bu ishga jalb qilish qo'llab-quvvatlanadi. Gap bu yerda boshqa narsa haqida bormoqda. Ya'ni biznes rejani ishlab chiqish o'sha korxona rahbarini yoki o'z ishini ochmoqchi bo'layotgan shaxslar shaxsan ishtirok etishini talab qiladi. Ishga kirishilar ekan,
u birinchi navbatda avvalambor o'sha kelgusi ishlarini, ya'ni bu yerda kelgusi o'sha faoliyatni modellashtirishda va uni maqsadga muvofiqligini tekshiradi. Ya'ni ikkinchidan esa mana shu mo'ljallanayotgan ishlab chiqarishni, biznesni barcha ijobiy va salbiy natijalari uchun javob beradi. Uchinchidan esa bajarilgan hisob-kitoblar va har bir ko'rsatkichlarni ahamiyatini yaxshi va aniq biladi. Masalan, amaliyotda shunday holat kuzatilganki, mebel mahsulotlari ishlab chiqaruvchi bir mintaqaviy korxona rahbaridan oshxona jihozlari, stol-stul va boshqalarni ekspertlar fikriga ko'ra mahsulot sifatiga unchalik to'g'ri kelmaydigan narx qay darajada belgilangan deb so'raganda, rahbar aniq bir javob bera olmagan va bu ish bilan iqtisodchilar shug'ullanganligini va bu ularni ishi deb javob bergan. Bu esa albatta bunday holatda bilasizki, albatta bu yaxshi o'sha korxona to'g'risida yoki bo'lmasa o'sha korxonani faoliyati to'g'risida to'g'ri xulosa qilishga olib kelmaydi. Genri Meniburg boshqaruv mehnati tabiati kitobida shunday deb yozadi: jamiyatda deyarli har bitta ish ixtisoslashuv va konsentratsiyalashuvi talab qilinadi. Ya'ni mana shu stanokda biror bir detal tayyorlash texnikasini o'zlashtirib olgan ishchilar keyinchalik ko'plab haftalar mobaynida bu ish bilan shug'ullanishi, muhandis va dasturchilar biror bir ko'prik yoki kompyuter dasturini ishlab chiqish uchun esa bir necha oy sarflashi mumkin bo'lsa, savdogarlar o'z hayotini katta qismini bir turdagi mahsulotni sotish bilan o'tkazadilar. Rahbar esa o'z ishida bunday bir xillikni kutishga haqli emas. Chunki uni faoliyatida qisqa muddatlilik, turli-tumanlilik bo'lmasligi kerak va bunga qo'shimcha qilib aytish mumkinki, biznes reja va uning bo'limlari o'sha odatda korxona tomonidan tayyorlansa-da, rahbariyatni chuqur bilimga egaligi o'sha korxonani muvaffaqiyatli faoliyatini asosiy omili bo'lib hisoblanadi. Demak, boshqaruv jarayonida biznes rejani asoslanganligi va ishonchliligidan tashqari, uni ishlab chiqishni o'z vaqtidaligi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda shunaqa xulosa qilish mumkinki, rahbarning shaxsiy ishtiroki uni muvaffaqiyatlar kaliti bo'lib hisoblanadi. Demak, rahbar o'z faoliyatini modellashtirishi, javobgarlikni olishi va uni chuqur tushuna bilishi bu o'sha rahbarga qo'yiladigan talablardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mana shu biznesi orqali kelgusi biznesini maqsadga muvofiqligini tekshirish kerak. Javobgarlikni olish bilan bir qatorda u ijobiy va salbiy natijalar uchun to'liq mas'uliyatliligini his qilish kerak. Shu bilan bir qatorda har bir hisob va ko'rsatkichni ahamiyatini bilishi talab etiladi. Demak, o'z vaqtida mana shu rejalarni ahamiyati shundan iboratki, ya'ni boshqaruv jarayonida mana shu biznes rejani asoslanganligi va ishonchliligidan tashqari, uni ishlab chiqishni o'z vaqtidaligi ham biz yuqorida ta'kidlagandek muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Shu sababli biznes rejani o'z vaqtida ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega bo'lib, korxonada boshqaruv sifatini baholash ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Biznes rejani ishlab chiqish muddatlarini cho'zilib ketishi jarayoni esa albatta bilasizki, bu yerda shunaqa holatni olib kelishi mumkinki, ya'ni o'sha g'oyani eskirishiga olib kelishi mumkin yoki bo'lmasa
yana e, homiylar, kreditorlarni ketib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni vaqt va ishlab chiqarish quvvatlarini yo'qotilishi yoki bo'lmasa mana shu ishlab chiqarishni susayishiga olib kelishi mumkin. Shunday qilib biz shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, ya'ni asosiy e, holatlardan biri bu o'sha o'tkazilgan tadqiqotlar va albatta e, olib borilgan izlanishlar natijasida biznes rejani tayyorlashni asoslanganligi, ishonchliligi va o'z vaqtidagi korxona muvaffaqiyatini garovi bo'lib hisoblanadi. Chunki e, o'z vaqtida mana shu xorijiy amaliyotda 195 ta sanoat tovarlarini muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizligi sabablari tahlil qilingan va chop etilgan Amerikani Fortune jurnali har yili sanoatni 33 ta tarmog'ida tanlab olingan 300 ta kompaniyani reytingini aniqlab boradi. Ularni 102 tasida firmalarni muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, 93 tasida buni aksi kuzatilgan. Ya'ni muvaffaqiyatga erishishning 3 ta omili aniqlangan. Bu birinchisi o'sha tovarning ustunligi, ya'ni raqobatchilar mahsulotdan yuqori sifat va iste'molchilar tomonidan qabul qilinishi. Ikkinchisi o'sha firmani marketing know-howlari. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni bu yerda bozorni, xaridorlar xulq-atvori, ularni yangiliklarni qabul qilish, amalga oshirish sur'ati, tovarni hayotiylik davri va boshqalarni eng yaxshi tushuna bilishi, ya'ni bozorni chuqur tushunishi, ularni tahlil qilish, xulq-atvorini tahlil qilish qobiliyatiga ega ekanligi. Uchinchidan esa o'sha firmani texnologik know-howlari, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqalarni yuqoriligi bo'lib hisoblanadi. Biroq ortiqcha chaqirishlar, xorij tajribalarini targ'ib qilishni o'zi bilan biznes rejani mazmuni, uni ishlab chiqish jarayonini boshqarishni yaxshilash mumkin emas, albatta. Buning uchun imkoniyat real voqelikka aylanishi kerak hamda biznes rejalar o'sha korxonalar hayotida eng hayotiy vosita bo'lishi uchun avvalo fan texnika taraqqiyoti bilan hamnafas qadam tashlovchi yuqori malakali va o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin bo'lgan ishbilarmon kishilar kerak bo'ladi. Byurokratiya va rasmiyatchilikdan yiroq yirik ishlab chiqarishni rivojlantirish manfaatlarini, milliy iqtisodiyotni rivojlanishi bilan hamda jamoa manfaatlarini har bir mehnatkash manfaatlari bilan bog'lay oluvchi mutaxassis va rahbarlar kerak bo'ladi. Aynan shunday kishilar biznes rejalar tayyorlashni asoslanganligini, ishonchliligi va o'z vaqtidaligini ta'minlashga erishadilar va o'z navbatida biznesni rejalashtirish faoliyati uchun keng imkoniyatlar ochadilar. Hurmatli talabalar, biz birinchi rejamiz asosida mana shu tushunchalarga ega bo'ldik. Demak, davom ettiramiz. Ya'ni biznes loyihani moddiy va moliyaviy resurslari bilan ta'minoti qanaqa bo'lishi kerak, shu xususda siz bilan fikrlashamiz. Birinchidan, ma'lumki, o'sha biznes reja korxona faoliyatini joriy va istiqboldagi strategiyalarni amalga oshirish, birinchi navbatda nimani qancha va kim uchun ishlab chiqarish vazifasini bajarishga xizmat qilishi lozim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni resurslar bilan ta'minlanganlik avvalambor biznesni asosiy qoidalaridan biri bo'lib, mulkchilik qaysi shaklda ekanligidan qat'iy nazar majburiy hisoblanadi. Moddiy, mehnat, moliyaviy
va texnologik resurslarsiz mahsulotni ishlab chiqarish jarayonini imkoniyati yo'qligi ham isbot talab qilmaydigan qoidalar jumlasiga kiradi. Shu sababli yangi joriy ya'ni joriy ta'minlanganlik masalasi demak yuzaga chiqadi. To'g'ri, bu vazifalarni hal qilish metodikasi ko'p jihatdan resurslar turi, ya'ni ishlab chiqarish miqyosi va xarakteriga ham bog'liq bo'ladi. Aytish kerakki, o'tmishda iqtisodiyotda davlat mulki asosiy o'rinni egallagan korxonalarni zarur moddiy texnik va moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishi o'sha davlatni vazifasi bo'lgan va moliyaviy resurslar, ya'ni masalalar o'sha korxonalarni boshini og'ritmas edi. Korxona davlatga qarashli bo'lganligi sababli davlatni o'zi uni iqtisodiy barqarorligini, jumladan uni resurslar bilan ta'minlanganligi uchun javobgar bo'lgan. Bugungi kunda esa iqtisodiyotda vaziyat umuman o'zgarganini hammamiz bilamiz. Chunki iqtisodiyotni asosini mulkchilikni turli shakllari tashkil etadi va davlat iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlik erkinligini qonunda ko'rsatilgan hollardan tashqari o'sha korxonalarni ishlab chiqarish, ya'ni bu yerda ya'ni o'sha xo'jalik faoliyatida aralashmaslikni talab qiladi. Shu bilan bir qatorda, ya'ni mulkchilikni barcha shakllarini tegishli huquqiy himoya qilinishini ta'minlaydi. Mana shundan kelib chiqqan holda biz aytaylik moddiy va moliyaviy resurslar bilan ta'minotni quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin. Birinchidan, eng avvalo bu o'sha xom ashyo materiallar va asbob-uskunalar kiradi, bilamiz, moddiy resurslarga. Moliyaviy resurslarga esa investitsiyalar va kredit mablag'lari, mehnat resurslariga malakali kadrlar va ishchi kuchi, shu bilan bir qatorda texnologik resurslarga esa zamonaviy texnika va texnologiyalar kiradi. Shuni alohida qayd etish lozimki, biznes reja tuzish bo'yicha ayniqsa xorijiy mana shu tajribalarga biz e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ya'ni ishlab chiqarish rejasi, menejment rejasi, moliyaviy va boshqa masalalarni hal qilishga bo'lgani kabi resurslar va ta'minotga bag'ishlangan maxsus ham bo'lim yo'q bo'lib hisoblanadi. Ya'ni xorijda va mamlakatimizda toki mana shu to'plangan tajribalarni ko'rsatilishicha har qanday ish, har qanday ishlab chiqarish o'sha moddiy material va boshqa resurslar yetarli bo'lgan holdagina rivojlanishi va kutilayotgan natijalarni berishi mumkin. Shuning uchun ham resurslar, ayniqsa moddiy resurslar butun yil davomida ishlab chiqarish sur'atlarini bir maromda bo'lishini ta'minlash uchun sifat va miqdor jihatdan yetarli bo'lishi kerak. Bunda o'sha zaxiralarni normativdan oshib ketishiga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki bu korxonani pul resurslarini ushlab turadi va ularni xo'jalik aylanmasida ishtirok etishga yo'l qo'ymaydi. O'sha biznesni resurslar bilan to'liq ta'minlanganligi ishlab chiqarishni barcha bosqichlarida chiqarilayotgan mahsulot sifatida salbiy ta'sir ko'rsatmagan va belgilanmagan texnologik jarayonni buzmagan holda moddiy resurslarni tejash bilan bog'liq bo'lishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, o'sha korxonani resurslar bilan ta'minoti sohasidagi siyosati resurslarni tejash siyosati bilan uyg'unlikka olib borishi lozim bo'lib, bu bugungi bozor munosabatlari talabidan tashqari ayrim resurs turlarini taqchilligi bilan ham asoslanadi. Moddiy resurslarni tejashni demak asosiy yo'nalishlaridan biri amaliyotda biza quyidagilarni belgilashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda aytaylik,
mana bugungi resurslik bilan ta'minlanganlik bu majburiy qoida bo'lib hisoblanadi desam ham mubolag'a qilmagan bo'laman. Chunki bugungi vaziyat o'sha mulkchilikni turli shakllari asosida, ya'ni iqtisodiyotni amalga oshirilayotganligi, o'sha tadbirkorlik erkinligi, davlat aralashuvini kafolati, davlat aralashmasligini kafolati, shu bilan birgalikda mulkchilikni barcha shakllarini tengligi, shulardan kelib chiqadigan holda o'sha korxonani deylik mas'uliyati ham yuqoriligi, ya'ni mustaqil ravishda hal qilinadigan masalalarni o'zi deylik mulkni boshqarishi, resurslar bilan ta'minlanishini, shu bilan birgalikda aylanma vositalarni boshqarishi bo'lib hisoblanadi. Biznesda demak o'sha rivojlanishi korxonani muvaffaqiyatini faoliyat ko'rsatish uchun o'sha moddiy resurslardan albatta va ulardan oqilona foydalanish bilan birga investitsiyalar ham bilasizlarki muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar yangi korxona yaratish uchun ham, mavjud korxonani rivojlantirish uchun ham kerak bo'ladi. Buning uchun aytaylik bugungi sharoitda chet el investitsiyalarini jalb qilishni ahamiyati katta bo'lib, ularni respublikani asosiy kapitaliga, jumladan o'sha korxonalarda kiritiluvchi mablag'lar miqdorini oshirish bilan birga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, zamonaviy raqobatbardosh mahsulot turlarini chiqarish va ularni jahon standartlari talabiga yetkazish imkonini beradi. Ya'ni biznesda resurslar bilan ta'minlash oddiy va bir zumda yechiladigan masala emasligini biza hammamiz demak his qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. U korxonani ishlab chiqarish dasturi va marketing rejasini ishlab chiqish bilan bir qatorda aytaylik o'sha korxona xodimlarini malakasini va ularga qo'yiladigan talablar, ya'ni o'sha resurslar bilan ta'minlanganligi, o'sha biznes rejani muhim bo'limi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buning uchun albatta o'sha resurslardan tejamli foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Bu nimalarga olib keladi? Albatta, resurslardan tejamli foydalanish oqibatida yo'qotishlarni kamaytirishga, ya'ni yo'qotishlarni kamaytirish bu nima edi? Chiqitlarni optimallashtirish va albatta nima edi, brak mahsulotlarni bartaraf etishga olib keladi, yoki bo'lmasa yangi texnologiyalar, o'sha progressiv usullar va zamonaviy yechimlarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Va ikkinchi xom ashyo, ya'ni shu nimani o'rniga o'tadigan xom ashyo o'rniga o'tadigan ikkinchi o'rinbosarlar va qayta ishlanadigan materiallarni ishlab chiqish bo'lib hisoblanadi. Albatta, mana chet el investitsiyalarini ahamiyatiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, o'sha respublikani asosiy kapitaliga kirituvchi mablag'lar, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, raqobatbardosh mahsulotlar yaratish va jahon standartlariga moslash bo'lib hisoblanadi. Mana bugungi kunda mana quyidagi diagrammada ko'rishingiz mumkinki, asosiy kapitalga, modernizatsiya, yangi texnologiyalarga va bu yerda mana chet el investitsiyalarini hajmi qanchalik oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi biz bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, mana shu biznes faoliyatini qanaqa qilib biz sug'urtalaymiz, mana shu sug'urtalash mexanizmi qanaqa bo'ladi degan savol tug'iladi. Hammamizga ma'lumki, o'sha sug'urtalash bu bozor infratuzilmasini eng muhim elementi bo'lib, mulkiy manfaatlarni himoya qilish vositasi sifatida demak ko'zda tutadi. Sug'urtalash o'sha demak o'sha sug'urtalovchini manfaatlarini, ya'ni uchinchi shaxslar e'tirozlaridan hamda bu shaxslarni o'z manfaatlarini ham himoya qiladi. Chunki o'sha sug'urtalovchilarni moddiy imkoniyatlardan qat'iy nazar bilasizlarki, o'sha yetkaziladigan
nimaydi zararlar va ularni yetkaziladigan shu shaxslarni himoya qilib, o'sha yetkaziladigan zararni nima qiladi? Qoplashni kafolatlaydi. Demak, biz mana sug'urtalashni huquqiy jihatdan tartibga solish bu bilasizlarki, har bitta mamlakatda davlat tomonidan belgilab qo'yiluvchi qonun va qoidalarga asosan amalga oshiriladi. Masalan, agar biza xorij tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Fransiyada 3 qismdan iborat bo'lgan sug'urta kodeksi mavjud. Uni birinchi qismida qonun normalari, ikkinchi qismida hukumat qarorlari mavjud bo'lsa, uchinchi qismi esa boshqa ma'muriy idoralarni ko'rsatmalaridan iborat bo'lib hisoblanadi. Buyuk Britaniyada esa o'sha sud jarayonlari sug'urta huquqini manbai hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham shunday holatni kuzatish mumkin. Shvetsariyada esa sug'urta huquqini asosiy manbai 1908-yilda qabul qilingan va keyinchalik ma'lum bir o'zgartirishlar kiritilgan sug'urta shartnomasi to'g'risidagi, demak, qonun hisoblanadi. Rossiyada esa sug'urta munosabatlari avvalo fuqarolik kodeksiga 1997-yil 31-dekabrda qabul qilingan Rossiya Federatsiyasi sug'urta ishini tashkil etish to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Sug'urtalash O'zbekistonda ham bilasizlarki, bizni mamlakatimizda ham so'nggi yillarda judayam rivojlanib ketdi. Mustaqillikni qo'lga kiritilgandan so'ng 1993-yilda sug'urtalash to'g'risidagi qonun 2002-yilni aprelda esa o'z tarkibi va bajariluvchi vazifalari bo'yicha jahon standartlari talablariga yaqinlashgan sug'urta faoliyati to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Respublikamiz sug'urta tizimini bugungi kunda O'zbek Invest, Milliy sug'urta kompaniyasi, Kafolat davlat aksiyadorlik sug'urta kompaniyasi, Madad sug'urta kompaniyalari va boshqalar o'z faoliyatini namoyon qiladi. Endi shu bilan birgalikda aytaylik, sug'urtalash bu aytaylik xo'jalik amaliyoti bo'lganligi uchun bu yerda sug'urtalashni tizim sifatida mohiyatiga chuqur kirib bormaymiz, chunki sug'urtalashni faqat biza biznesni qo'llab-quvvatlash hamda uni tabiiy ofatlar, iqtisodiy nobudgarchilik va uchinchi shaxslarni aybi kabi sabablar bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, demak, yo'qotish qismlarini, ya'ni bu yerda sabablari bilan bog'liq bo'lgan zararlarni oldini olish imkoniyati sifatida mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Biz mana bu yerda, mana bu slaydda aytaylik sug'urtalashni asosiy yo'nalishlari ko'rib turibsiz. Bu yerda mana shaxsiy sug'urta, mulk sug'urtasi, javobgarlik sug'urtalari keltirilyapti. Shaxsiy sug'urta bu hayot va sog'liqni himoyalash bilan belgilanadi. Mulk sug'urtasi moddiy qadriyatlar va mulkni himoyalash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Huquqiy javobgarlik sug'urtasi esa huquqiy va moliyaviy majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Mana bugungi kunda mana shu sug'urta kompaniyalari O'zbekistonda faoliyat ko'rsatmoqda. Biznes tadbirkorligi bu odatda sug'urta obyekti bo'lmaydi. Sug'urta tizimi butun dunyoda asosan mana shu 3 yo'nalishdan nazarga tutadi: shaxsiy sug'urta, mulk sug'urtasi va javobgarlik sug'urtasini nazarga tutadi va shu bilan tavakkalchilar ularni baholash, bashorat qilish bilan nimaydi bog'liq bo'lgan asosiy masalalar, ya'ni biznesni tayyorlash, shu bilan birga aytaylik kelgusida uni amalga oshirishda ham muhim ahamiyatni kasb etadi. Gap shundaki, mana shu investorlar, bankirlar va boshqa kreditorlar odatda korxona yoki tadbirkor oldida ishlab chiqarishni tashkil qilishni
qanaqa muammolar vujudga kelishi, ular bunday vaziyatlardan qay tariqa chiqib ketishini bilishni istaydilar. Buni esa baholash odatda muayyan faoliyat turiga yoki bugungi til bilan aytganda mo'ljallanayotgan biznes loyihalarini miqyosiga bog'liq bo'ladi. Demak, sug'urtalash, ya'ni bu yerda aytaylik, asosan tavakkalchilikni boshqarish, baholash jarayoni, demak, o'sha tavakkalchilikni aniqlash, vujudga kelishi mumkin bo'lgan barcha xavf-xatarlarni oldindan bilish yoki bo'lmasa ehtimolni hisoblash, har bir tavakkalchilikni ro'y berishi ehtimolini aniqlash, zararni baholash, ya'ni yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar miqdorini hisoblash, shu bilan birgalikda aytaylik, tavakkalchilikni ehtimoli bo'yicha ajratish, ya'ni tartibga solish va chegaralarni belgilash kabi holatlarni ga amal qilinsa, bunda aytaylik, sug'urtalash faqatgina sug'urtalanishini tavakkalchiliklarga ta'sir ko'rsatib, uni yetkazilishini mumkin bo'lgan zarar va sug'urta holatini yuzaga kelish ehtimoli nuqtai nazaridan pul qiymatiga baholash mumkin. Ya'ni tavakkalchilik oqibatlari, demak, obyektiv o'lchanishi va qiymat bahosiga ega bo'lishi lozim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarish mana shu jarayonida qanaqa tavakkalchilik turlari bor deydigan bo'lsak, bu yerda bilamizki, mana shu tavakkalchilik o'sha chayqovchilik xarakteriga ega bo'lmasligi, ya'ni sug'urtachi yoki sug'urta manfaatlariga ega bo'lgan boshqa shaxs bilan aloqada bo'lmasligi lozim. Sug'urta holati jamiyat manfaatlari yo'lida amalga oshirilmasligi kerak. Ya'ni firma o'z faoliyati mobaynida turli xil tavakkalchiliklarga uchrashi mumkin bo'ladi. Biz mana shu yerda ko'rib turibmiz, bu huquqiy tavakkalchiliklar, ya'ni qonunchilikni mukammal emasligi yoki hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirilishi yoki bo'lmasa ishlab chiqarish tavakkalchiliklari yoki bo'lmasa marketing tavakkalchiligi yoki bo'lmasa, ya'ni bu yerda bozorga chiqish, strategiyani tanlash, baho siyosatidagi xatolar va albatta moliyaviy tavakkalchiliklar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni biz bugun tavakkalchilikni kamaytirish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirish kerak degan savol tug'iladi. Buning uchun albatta huquqiy xavf-xatarlar uchun hujjatlarni aniq rasmiylashtirish, tajribali mutaxassislarni jalb qilish kerak. Ishlab chiqarish xavflari uchun esa yuqori malakali kadrlarni tanlash, sifat nazorat tizimini joriy qilish, zamonaviy asbob-uskunalarni xarid qilish kabilarni o'z ichiga oladi. Biz mana shu bugun siz bilan birga, agar shu mavzu doirasida xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha biznes reja korxonani muhim hujjati bo'lib, uni tayyorlash ko'p vaqt va o'sha xodimlarni ishtirokini talab qiladi. Shu sababli biznes rejani ishlab chiqish jarayoni o'sha korxona rahbariyati tomonidan ma'lum ma'noda boshqarilishni talab etadi. Ya'ni biznes rejani ishlab chiqarishga rahbarlik qilish mos ravishda, mana ko'rdikki, yuqorida bu haqda biz ta'kidladik, o'sha javobgarlik mas'uliyatini ham anglatadi. Bajariladigan hisob-kitoblar, ko'rsatkichlar va biznes reja tarkibini ishonchliligi uchun asosan o'sha korxonani rahbarlari javobgar bo'lib hisoblanadi. Biznes rejani tayyorlashni samarali boshqarishdan, uni tayyorlash uchun eng kam vaqt sarflanishidan dalolat beradi. Eng optimal variant o'sha, bilasizki, o'sha rejani aytaylik, vaqt sarflashni dalolat beradi. Bu yerda rejadagi yangi yil boshiga biznes rejani tayyor bo'lishi bo'lib hisoblanadi. Biznes rejani aytaylik, mana resurslar bilan ta'minlanganligi bu katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Uni sug'urtalash zarurligi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Shular qatorida, demak, asosiy biz xulosa qilishimiz mumkinki, o'sha korxona bozor subyekti sifatida hozirgi sharoitida istasa yoki istamasa
biznes tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bozor talabi esa o'sha korxona faoliyatini o'lchab turuvchi o'ziga xos barometr vazifasini bajaradi. Bu esa korxonani o'z biznesini sug'urtalash, ayniqsa uni tijorat, moliyaviy va boshqa bir qator tavakkalchilikni oldini olishni talab qiladi. Hurmatli talabalar, bugungi darsimizni qisqacha mazmuni shundan iborat. Siz esa mustaqil ravishda mana shu darsni takrorlaysiz. Ya'ni bu yerda siz uchun muhokama va nazorat qilish uchun sizni bilimingizni savollarda tavsiya qilyapman. Mana shu savollarga javob topasiz va albatta mavzuni takrorlaysiz. Biz darslarimizni keyingi mavzularini keyingi darslarimizda davom ettiramiz. Qandaydir sizga tushunmagan savollaringiz yoki qanaqangi bir takliflaringiz bo'lsa, sizni javoblaringizni va takliflaringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun